To'g'ri mashinani xarid qilasan u hech qanday xarajat qilmasdan ishga chiqasan degani mana shu bo'ladi do'stlar. Mana kuzov ichi obshivka ham bo'lgan, tayyor. Obshivka qilib ham o'tirmaysiz. Ikkita lampasi ham tayyor. 200 ortasiz, to'g'ri ishga chiqib ketasiz akalar. Bu kecha biz haydab kelgan, Samarqanddan haydab kelgan mashina Uzavto treyler zavodida ishlab chiqarilayotgan kuzov. Bu kuzov haqida qancha gapirsak shuncha oz. Juda ham baquvvat materialdan ishlangan. Turецкий petlilar qo'yilgan, turецкий furnituralar qo'yilgan, mana qullanadigan variantida. Shaqirlagan ovoz yo'q. Juda ham plotniy o'tirgan. Xo'p, patramniklari ham juda ham baquvvat materialdan ishlangan. Mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Juda ham qalin materialdan ishlangan. Krilolari ham yangicha stilda qilingan. Orqasida mana bunaqa zip instrumentlari saqlash uchun italyanskiy yashiklar qo'yilgan, qullanadigan variantda. Mana akalar, mana buni kuzov desa bo'ladi. Endi bu mashinani bemalol qo'rqmasdan xarid qilib ishlashda davom etsalaringiz bo'ladi. Bu magnitostil yashiki, bu qo'l yuvadigan umyvatel. Mana akalar, qanaqa o'ziga chiroyli yarashgan, o'ziga chiroyli tushgan bu. Tomiga kajirok qo'yilsa bo'ldi. Shunaqa gaplar do'stlar. Bu mashinani bizlar kecha haydab keldik. Barchangizga ma'lum. Gazda mashina juda ham o'zini yaxshi tutdi. Endi bu gazni to'g'risini aytaman, o'sha peredelka deb bo'lmaydi. Bu mashina xuddi zavodskoy gazda qanday yurgan bo'lsa, shunday yuradigan mashina bo'lib qoldi. Gaz baloni o'rnatilishi ham o'zgacha yuvelirniy qilingan.